Da xodimlarimga ham mana shu kitobda mana shu joyda mana bunday ekan desam, opa deydi, ha davomini o'qiyapsizmi? Albatta o'qiyapman. Meni xodimlarim ham men uchun kitobxon. Albatta. O'zi mana Manzura opani faoliyati haqida biz reportaj tayyorlaganimizda men Manzura opani kashf qilganman-da, Surayyopa. Nafaqat kutubxonada, balki mahallalarda kitobxon oilalarni tashkil qilganlarda. Bir oilaga bordik 500 dan ortiq kitobi bor. Bir oilaga bordik 100 dan ortiq kitobi bor-da. Va ko'chma kutubxonachilikni yo'lga qo'ygan. Manzura opa tinim bilmaydilar-da. Va menimcha bugungi e'tirofga 100% loyiqsiz. Sizni ko'rgan odam haqiqatan ham bu e'tiroflarga sazovor deb aytishadi. Keling, she'r ham eshitaylik sizdan. Mayli. Insonda doimo bitta narsani aytaman-da, qayerga borsa ham insonda o'zimcha nima qilaman? Meni bu fikrim ko'ngil boshqaradi-da. Ko'ngil ichida barcha tuyg'ular mavjud. O'sha mehr oqibat deymiz, sadoqat deymiz, hamma tuyg'ular mavjud. Keling, o'shandan ko'ngil haqidagi bir she'rimni sizlarga tuhfa qilsam. Ko'ngil ne deb so'rdilar mendan? Ko'ngil dedim, dildagi tuyg'u. Mehr ne deb so'rdilar mendan? Mehr inson do'ri gavhari. Dilda ko'ngil bo'lsalar do'stlar, yo'qolmaydi vijdon degan nom. Dilda mehr bo'lsalar do'stlar, yo'qolmaydi inson degan nom. Qoyil, zo'r. Chiroyli, zo'r. Zo'r fikrlar. Aslida qarangki, ko'ngliga iliqlik baxsh etdik, ko'nglida qoldi yoki ko'nglida yoritdi deymizda. Ko'ngilni yorituvchi vosita birgina gurgucho'p ekanda. Gurgucho'pni ham bir yoqamiz, bir ishlatamiz, shu bilan tugaydi-da, qayta yoqa olmaymizda. Kimnidir ko'nglida qolish uchun ham bir marta yoqqan shu'langiz bir umrga qolish kerak ekanda, to'g'risida. Va ko'ngil qolishidan odam asrasin ekan, to'g'risi. Ko'ngil qolmasin ekan insonni bir-biridan. Deb hafsalasi pir bo'lib qolishdan-da. Endi Manzura opa, juda ham yaxshi bo'lyapti suhbatimiz. Yana bitta savol bermoqchiman sizga. Inson qanday yashab o'tsa bir barakali umr bo'ladi. Ortga qaraganda bir mazmunli umr bo'ladi yoki o'zi ko'ngli to'ladi. Umuman afsus chekmas. Afsuslanmaydi, rostdan. Bilasizmi, dunyoning men aytamanki eng oliy ne'mati bu tiriklikda. To'g'ri. Tirik yursangiz hamma narsaga ulgurasiz-da. Va eng muhimi birovning ko'nglini qoldirmaslik uchun savob qiling. Mayli o'sha sizga yomonlik qilsin, mayli sizni qandaydir bir ma'noda dilingizda xufton qilsin, lekin siz unga yaxshilik qiling. Siz unga savob qiling, siz unga tabassum qiling. Dilingizda shunchalik g'alayonlar, mana o'shanga nisbatan ba'zi bir g'alayonlar bo'lsin-ki, lekin siz uning oldida tabassum qiling. Siz uning oldida kerak bo'lsa yaxshilikni qilingki, o'shani bir umr u esdan chiqarmasin. Aytadi-ku, bu dunyoga kelganimizdan keyin men aytamanki, tiriklik deyapman, to'g'rimi? Biz savob uchun yashaymiz. Boshqa narsa qolib ketadi. Savob o'zi aks sadomi? Deylik, biz baqirsak, chaqirsak aksimiz qaytadi, ovozimiz. Savobni ham qilsak qaytishini, xuddi aks sadoni ovozi qaytgandek kutishimiz kerakmi, yo'qmi? Yo'q. Savob qilasiz-ku. Uni bo'ldi, bugun savob qildingizmi kimgadir? Orqangizga qayrilib qaramang. Men o'shani o'zimga hayot formulasi deb olganman. Qayerga borsam, qaysi mahallaga borsam, birinchi navbatda bilasizmi, buni aytishim endi joizmi, joiz emasmi? Imkoniyati cheklanganlar bormi deb so'rayman. Albatta kitoblar olib boraman. Ba'zi yoshlarimiz borda, shunaqa ko'rsangiz bilimli, afsuski o'sha hayot yo'lida ozgina adashgan, hayot yo'lida nima deydi, nogiron bo'lib qolgan, lekin suhbat qilganimdan keyin opa yana kelasizmi degan savolni beradi. Va u men aytamanki, ularni biz ana shunday insonlarni, ko'ngli o'ksik insonlarni, demak o'sha savob ham ana shularga kerak ekan deyman-da. Chunki ko'ngli o'ksik insonlarni biz ko'nglini ola olsak, bu dunyoda orqaga qaraganimizda kimga yaxshilik qildik-ku, kimga yaxshilik qila olmadik, ulgurmadik. Kimning ko'nglini qoldirdiki, kimdir mening ko'nglimda qoldirdi degan savollarga ham javob bilan yashashimiz kerak. To'g'ri. Ana shu uchun eng insonda eng oliy yana bir ne'mati bu savob. Albatta, demak, bu tiriklikda insonni o'sha baxtga erishadigani ham, ko'nglini xotirjam qiladigan ham, demak, to'g'ri amallari. Juda ham go'zal. Va bitta oxirgi savolda, yana endi savol tugamayapti, oxiri deganim bilan, to'g'risi, savollar ko'p. Lekin masalan, kutubxonaga borsam, qaysidir ma'noda, qaysidir bo'limda o'sha ma'rifatparvarlarimiz mo'ltirab turgandek. Qaysidir bo'limda jahon adabiyoti vakillari qarab turgandek, Pushkin qarab turgandek,
o'sha Yesenin qarab turganda va qaysidir bo'limda bugungi zamonaviy yozuvchilarimizni nigohi bordek tuyulaveradi. Yolg'iz qolganmisiz hech kutubxonada. Hech kim, na kitobxon, na xodim, faqat o'zingiz va o'sha mingdan ortiq kitoblar. Albatta yolg'iz qolganman. Yolg'iz qolganimda bilasizmi, bitta odatim, hamma o'sha fondda kitoblarimiz mavjud. Endi 36 mingdan ziyod kitobimiz bor. Ko'rgansiz, ko'rgansiz. Eski fondlarimiz, eski oldingi kitoblarimiz bor. Aylanib chiqaman. Aylanib bir ko'zdan kechirib chiqaman. Qaysi kitoblarni o'qishim kerak, qaysi kitoblar kitobxonga tavsiya qilishim kerak, o'qib chiqaman va o'zim bilasizmi, yolg'iz qolgan paytlarimda ko'proq fikrlar yozaman. O'zimni fikrlarimni yozaman. Kitob haqidagi fikrlarimni va buyuklarimizni kitob haqidagi fikrlarini o'sha ijtimoiy tarmoqlardan, internetlardan qidirib topaman-da, bitta daftar tutganman, yozib boraman. Xo'sh. Mana so'zlar qaysidir ma'noda? Mana shu kitob haqida. Masalan, diniy diydor aytadiki, agar odamlar kitob o'qishdan to'xtasa, harakatdan to'xtaydilar deydilar. Jaloliddin Rumiy hazratlari aytadiki, mo'jiza emasdir, falakda oftob, mo'jiza aslida beminnat kitob deydilar. To'g'ri. Ana o'sha uchun o'shanday ko'proq kitob haqidagi fikrlarni ko'proq o'sha yozib borgim keladi va albatta o'sha kitobxonlik bayramlarimiz, kitobxonlik tadbirlarimiz bo'lganda, yoshlar bilan, ijodkor bilan uchrashuv kechalari bo'lganda ham albatta ularga 4 ta 5 ta kitobni o'qish uchun tavsiya qilish bilan birgalikda albatta o'sha buyuklarimizni kitob haqidagi fikrlarini ham aytib o'tib ketaman. Juda ham go'zal. Manzura opa, to'g'ri sizni umuman qo'yib yuborgimiz kelyapti. Odam nima deydi? Haqiqatan ham bir ma'naviy oziqa oladigan bir suhbat bo'ldi, lekin har narsaning ozi shirin. Albatta. Asalni ham qarangki, asalari ham tinim bilmay harakat qilgan bilan inson uchun bir choy qoshiq asal yig'ib berar ekanda. Qaysidir ma'noda siz ham biz ham tinim bilmasdan harakat qilyapmiz. Qaysidir insonning qalbiga shu choy qoshiqchalik ma'rifat kirgiza olsak, ma'naviyat kirgiza olsak, qaysidir ma'noda butun bir bosib o'tgan umrimizni mazmunini bir ko'rgan bo'lamiz, to'g'risida. Keling, bir chiroyli kun tilaklariga o'tsak. Mayli. Avvalambor taklif qilganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Eng avvalo yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana muhtaram prezidentimiz 3-rensasga qadam qo'ydik. O'sha 3-rensasda bizning yoshlarimiz ham, aynan Surxondaryo viloyatidan ham yoshlarimiz va butun O'zbekiston yoshlari ichidan ham ana shunday buyuk insonlar yetishib chiqishini tilakdoshiman. Biz esa kitob ulashishdan, ularga kitob targ'ibot qilishdan hech qachon charchamaylik. Sizlarning ham ishlaringizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Albatta. Kitob bu eng bir yaqin do'st. Aslida kutubxonalar nurxonada, kitoblar esa nur. Kutubxonaga kirib bitta kitob olib ketsangiz, yo'lda yoritib boradigan nur olib ketyapsiz-da. Albatta. To'g'risi bugun insonlar havas bilan qaramay qo'ygan narsalarimiz ko'p. Demak, hashamatli uy yoki qimmatbaho mashina, eng so'nggi rusumdagi kiyim yoki eng qimmat telefon, uncha havas bilan qaramayapmiz yoki bir qanaqadir hayratlantirmayapti-da. Lekin katta kitob ko'tarib olgan, 4 ta 5 ta kitobni o'sha lentalarga o'rab, sovg'a qilishga shaylanib ketayotgan odamga esa havas bilan, ilmli hayrat insonga bilan ham qarayapmiz. havas bilan qaraymiz. Bu nimaning evaziga? Chunki javohiru lalu durlarni hech qachon odamlarga qiymatini reklama qilishmaydi. Odamlar o'zlari bilib ketaveradi, o'zi ajratib olaveradi-da. Demak, qadrli teletomoshabinlar, suhbatdoshimiz mehnat faxriysi, ko'krak nishoni sohibasi, kutubxona a'lochisi, sanab boraversam ko'plab yutuqlari bor, bejizga qo'lga kiritilmagan yutuqlar bor. O'zingiz ham suhbatda jarayonni sezdingiz. Manzura Ulug'berdiyeva bo'ldilar. Manzura opa, yana kutubxonamiz studiyamizda sizni.